Salamizlar yaxshimi? Bugun men sizlarga tayyorlashga qulaylik bo'lgan pintoza go'sht qatlamasini elib keldim. Sizlarmi uyingizda tayyorlab sinab ko'ringlar. Tamoq yemaydigan bolalarga cho'qim yoqtirib qoldi. Oldi bilan 1 kilogram unga xemtirish ozroq suvda issiq suv quyib xemri urib, o'rab 40 minut bo'ldirib olamiz. 1,5 kilogram qo'y go'shtini ushoq to'g'rab, xunshib pintozdan bir bo'laqni qaynoq suvlab yumshatib olamiz. Ya'ni aqpasayning yumshoq yerini qo'l bilan ajratib, sovuq suv bilan qayta pokiz yuvib olib, ushoq to'g'rab, ozroq tuz silib aralashtirib, 10 minutdan keyin yig'ilgan suyni siqib chiqarib o'tamiz. Bosh piyoz, qizil loza, pintozlarni o'xshash cho'nglikda ushoq to'g'rab tayyor qilib olamiz. Bu filmni sizlarga o'rganish qulaylik bo'lishi uchun vaqtini uzun tafsili ishlab yo'lladim. Oldi bilan go'shtga tuz silib, aralashtirib, go'shtga tuz ta'mini singishtirib olgandan keyin bosh bilan silib, yana aralashtirib, ustiga tayyor qilib olgan pintoza, basa, qizil lozni silib, tushitib olgan maydan bir cho'mich qo'yib, ozroq jangyo, kavauchin, zir silib aralashtirib, qiymini tayyor qilib olamiz. Bo'ldirib tayyor qilib olgan qiymini qo'l bilan raso chaylab, pilt qilib, kesib, yaltiroq bilan o'rab 20 minut tindirib olamiz. Tindirib olgan xamirni no'g'ish bilan echib, qiymini o'tirisiq silib, surat ko'rsatilgan bo'yicha qatlab tugib tayyorlab, sizlarningmi meni rag'batlantirish yo'sidan yurak belgisini besib, jiq gul avat qo'shinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Ya'ni har kuni Shinjong vaqti soat 8 da 2 soat atrofida naq maydon ko'rsatishda oshpazlikdagi nazariya jihatda haqsiz dars urilashtirdim. Vaqtida qatnashinglarni so'rayman. Tavga bir oz may to'kib, maylab, qizigandan keyin tayyor qilib olgan qatlamini silib, tuvoq yepib, normallatda 5 minut dumlab, echib, o'rib, qaytadan yana tuvoqni yepib, 5 minut dumlab pishirib tayyorlasak bo'ladi. Uyingizda tav bo'lmagan asosda duxovka qozon bilan pishirib tayyorlasangizmi bo'laverdi. Meni qo'shiling, menki Osmonjon Zokir sizga har xil yangilik bo'lgan taomlardan o'rgatishga har vaqt tayyor.